Hamma kutgan HP Victus modelimiz yana keldi bizga. Ryzen 7 7000 seriya 16 GB 512 3050 6 GB video karta bilan chiqarilgan hamda ekrani 144 Hz hamda i5 12500H prosessorli ham kelgan va hamma kutgan Predator. Hammani ko'nglini zabt etishga ulgurgan qisqa vaqt ichida Predator Ultra 9 275HX prosessor 32 GB 1 TB video kartasi 5060 skidkada hamda Nitro V15 miz ham keldi. O'sha tugab qoluvdi, yana наличие bor. Kevraslar oqiga chiqurasizlar, yetmay qolganlarga mana yana keldi. Nitro V15 A713 pokoleniya 4060. Log ham keldi, $800 Ryzen 7 12 512 4060. Eng arzon 4060 model. Keyin hamda Predatorimiz ham bor, i9 14900 HX prosessor 16 GB 512 4060 video karta. Avvalgi chiqurasizlar, наличие bor, hammani bu ko'rib turgani do'klar. Chipset uz Malika bozor ikkinchi do'kon yo'l yuzida kirurgan yerda chaptonda o'tiramiz.